Assalomu alaykum, Gold Clinker kuzatib boruvchilari. Navbatdagi yuklarimiz chiqarish jarayonidamiz. 3D dan, Balsho Sokoldan, bu yerda Shurshaviy Sokoldan mana ko'rib tursanglar bo'ladi. Barchasidan qilib, lazernidan hammasidan qilib turib chiqarib yuboryapmiz. Mahsulotlarni ko'rib tursanglar, sifatlari yuqori darajadagi qoliplar Gold Clinkerda. Bemalol kelib, ko'zinglar bilan ko'rib Gold Clinker mahsulotlarini ko'rsanglar bo'ladi. Lazernidan mana hozirgi kunda trendda kelayotgan hammasidan qilib chiqarib yuboryapmiz. Gold Clinker korxonasiga kelsanglar, обучениyalarimiz ham bor. Besplatniy yotoqxona, yemoq-ichmoq hamma sharoitimiz bor. Bemalol korxonamizning birinchi showroomimiz bu. Bu yerga kelganinglarda barcha toshlarimizni hadovoylaridan chiroyli qilib berganmiz. Mana ko'rib tursanglar bo'ladi. Sifatlar yuqori darajada. Bu birinchi showroomimiz hisoblanadi. Hozir to'liq sizlarga obzorimizni qilib o'tamiz. Bu tomonda mana korxonamizga kela olishiga bu yerga yangiliklarimiz chiqib, 4 xil xudolizni kutib turibmiz. Tez kunlarda qo'yiladi. Bu tomonlar ham polni yangilanadi. Mahsulotlar bilan keyin showroom bo'yicha ham ancha yangiliklarimizni qilyapmiz. Yangilik toshlar uni ustiga barchasidan qilib turib harakatlarini qilyapmiz. Tez kunlarda korxonamizni ko'rasizlar, viberlarimizni. Bu Gold Clinker mana ishxonasini katta showroomimi. Yangilik chiqqan, ishni boshiga boshlayotgan aka-ukalarimizga 3 og'zidan mana tavsiya qilyapmiz. Juda ham hadavoy, juda ham chiroyli chiqyapti uylarga. Viberlarni ko'rib tursanglar bo'ladi. Qoliplarda ham viberlari juda ham ko'p. Bu yerda kelib ko'zinglar bilan ko'rib qilsanglar bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerga mana hammasidan hadavoy fasonlardan qilib qo'yib qo'yganmiz. Mana bu tomonlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Uy qanday bo'lishligi haqida sertifikat, hamma yo'g'imizni Gold Clinker korxonasi to'liq ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Sizlarni korxonamizda kutib olamiz. 50 dan oshiq variantdagi tosh va qoliplar bu hammasi Gold Clinkerda. Sizlarni korxonamizda kutamiz, hurmatli kuzatib boruvchilar.